har safar har mazhabga goh Hanafiga, goh Shofiyga amal qiladi. Buning esa imkoni yo'q. Toifalarning ichida eng ko'nchunli adashgan zalolat ummatni bo'ladigan toifa mana shular bo'ladi. Hozir bu yiqilgan aytayaptiki, kimki Abu Hanifani qavlini olsa, Imom Shofiyni qavlini olsa, Imom Malik qavlini oladigan bo'lsa, buni o'rni yo'q odam, mazhabga ergashmayotgan odam bo'ladi. Go'yoki mazhabsiz degani Vahobiy adashgan, keyin ozginadagi chiqib aytadiki, bulini jo'ni, mo'li halol deydi. Obro'si ham halol deydi. Bularni o'zi aslida aqidasida takfir qilish yo'q. Kofir demaydi, hattoki kofirni ham yaxshi gumon qiladi, husnuzon qiladi bular. Kofirlarga Putin ham musulmonmikin, balki xonasida namoz o'qiyotganmikin devoradi. Mana shu toifalardan chiqadi-da bunaqa gaplar. Bular tug'ilganda anu doktorning qo'lidan yerga betonga juda qattiq tushganda, orqa miya bilan tushganda o'sha satri seni bo'lgan. O'sha satri seni menimcha Alloh alam o'lgunigacha yo'qolmasa kerak. Agar Alloh taolo o'zi shifo bermasa, bu tuzalmaydi. Hozir bu yiqilgan, gapirayotgan gapini o'zi amal qilmasdan e'tiqodi boshqa, tili boshqaligini, gap so'zi boshqaligini tushunmaydi bu. Mana hozir bu gapi bilan yiqilgan, kallasi yo'q, ashror kalla. Sen o'zing Abu Hanifa mazhabidamiz deysanda, Abu Hanifani hamma qavlini olmaysan-ku. Imom Moturudiyga ergashasan-ku. Auzubillah, o'zimga shunaqa yomon gaplar keladi, hozir endi ruschalab gapirsam, menida meni blok qilib qo'ymasin deyman-da, yiqilganlar. Tanib olinglar mashalani, tanib olinglar. Bular shunaqa bir adashgan zalolat toifaki, hattoki bularning shotirlari ham, ergashuvchilari ham o'ziga o'xshaydi. Ko'nchinni ergashuvchilari ham, shotirlari ham shunaqa o'ziga o'xshagan bir xulqi yo'q, og'zi buzuq, og'zidan faqat axlat, iflos so'zlar chiqadigan. Bularning shunaqa bir buzuq e'tiqodi borki, bir ko'chada namoz o'qimaydigan, bir alkashchi ham, bir ochiq-sochiq yuradigan, bir fohisha, bir najosatni ham yo'q deydi, musulmon deydi. Ularga hech tilini uzatmaydi. Lekin masjidga kirib, farz namozini o'qib, sunnat namozini o'qimasdan chiqib ketsa, balki ishi bordir, balki bir bolnitsaga shoshyapgandir, kimdir bolnitsadadir, yoki bo'lmasa, sunnatni uyiga kirib o'qiyman deyotgandir. Aytaylik sunnatni o'qimaydi ham. Nima, sunnatni o'qimasa kofir bo'lib qoladimi? Bir arobiy kelib, Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamga aytdiki, "Ey Muhammad" dedi, "Mana shu Alloh taolo farz qilgan namozni" dedi, "kamaytirmayman ham" dedi. "Bunga bironta boshqa namoz ham qo'shmayman" dedi. Payg'ambar Muhammad alayhisalom aytdilarki, orqasiga qayrilib ketgandan keyin sahobalarga aytdilarki, bu sahih hadis. Agar mana shu odam aytgan so'zda turib beradigan bo'lsa, jannatga kiradi dedilar. San ashror kallalar, auzubillah, bir namoz o'qimaydigan bir alkash bo'lsin, fohisha bo'lsin, ularga husnuzon qila olaysanlar. Yaxshi niyat qilib, yaxshi gumon qilib musulmon deya olaysanlar. Lekin kunda 5 mahal namozini o'qib, diniga amal qilib yashayotgan, soqolini sal uzunroq qo'yib olsa, pochasini sal kaltaratadigan bo'lsa, Qur'on sunnat deydigan bo'lsa, sanlar uni adashganga chiqarasanlar, hattoki jo'nini, mo'lini, obro'sini halol qilib olasanlar. Mana shular vallohi deb Alloh nomiga qasam ichib aytaman, qiyomat kunida ham mana shu gapimga javob beraman. Eng ko'nchinli zalolat toifalar. Mana shulardan ogoh bo'linglar. Allohu alam. Men boshimni berem Hanafilik uchun. Men boshimni berem Maturidilik uchun. Sen boshingni emas, boshingni ustidagi sallani ham qo'ya olmaysan. Chunki sen islom diniga emas, Alloh uchun emasda, sen demokratiya uchun, demokratiyani rivoji uchun xizmat qilayotgan bir marinetkasan. Seni xohlagan vaqtlarda qo'yishadi, xohlagan vaqtlarda olishadi. Seni qo'lingda hech bir ixtiyor degan narsa yo'q. Sen diningni sotib, dunyo evaziga qorningni to'ldirayotgan bir hayvonsan xolos. Bundan boshqa narsa emassan. Senga kim aytdi? Alloh va Rasuli aytdimi? Shu Moturidiy uchun boshingni qo'ygin, boshingni bergin, jo'ningni bergin dedimi? Nauzu billah. Alloh azza va jalla nima dedi? والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم demadimi Alloh subhanahu va taolo. Birinchi bo'lgan peshqadamlar, ansorlar, muhojirlar. Mana shularga yaxshilik bilan ergashganlar. Mana shulardan Alloh taolo rozi bo'ldi, ular ham Allohdan rozi bo'lishdi. Subhanalloh. Alloh ular uchun ostlaridan anhorlar oqib turadigan jannatni tayyorlab qo'ydi. Ular unda abadiy qolarlar dedi Alloh taolo. Mana shu eng buyuk baxtdir dedi. Mana shu haqiqiy yutuqdir dedi Alloh taolo. Qani mana shu yerda aytdimi? Moturudiyga boshingni ber dedimi? Moturudiy uchun joningni ber dedimi? Nauzubillah. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdiki, sizlarga ikki narsani tashlab ketyapman dedi. Mana shuni oziq china bilan mahkam ushlasanglar adashmaysizlar dedi. Aytdimi Payg'ambar alayhisalom Moturidiy uchun, Hanafiy uchun joningni ber dedimi? Yo birorta sahoba uchun joningni ber dedimi? Nauzubillah.
Sen aytayotgan Moturudiylaring sahobalardan ham ustunmi? Auzubillah. Ogoh bo'linglar. Musulmonlar ko'zinglarni ochinglar. Mana bu zalolat toifalardan o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Vallohi ertaga qiyomat kunida mana shu gapirayotgan gaplarim yo sizlarning foydangizga hujjat bo'ladi, yoki sizlarning zararingizga hujjat bo'ladi. Allohu a'lam.